Kim biladi yarim soatdan keyin nima bo'lishini? Hech kim bilmaydi. Yashayveramiz, kelganini borini qabul qilib, o'tib ketaveramiz. Eng muhimi, eng oliy baxt yaxshi inson bo'lib, yaxshilik qilib o'tish menimcha bu eng yaxshi nima deydi? Inson uchun bu eng oliy baxt bo'lsa kerak. Bu hayotdan rozi bo'lib, orqangizga bundoq qaraganingizda, yaxshiliklaringizni ko'rganda xursand bo'lib yashash bu eng oliy baxt. Albatta men uchun, men o'ylaymanki bu hamma uchun, to'g'rimi? Ana, vodiyliklar juda ham mard bo'ladi, qalbi toza bo'ladi vodiyliklarning. O'zim Toshkentlik bo'lsam ham vodiyga kelin bo'lganman. Eng muhimi, hayotimdan juda ham baxtiyorman. Eng muhim bolalarim baxtli bo'lsin. Shularning baxtini ko'rsam, shularning chiroyli hayotini ko'rsam, ular ham sizlarga chiroyli xizmat qilsa, elga, yurtga chiroyli xizmat qilsa, duo olib kelsa, bu men uchun hammasidan eng oliy baxt shu bolalarimning baxti kamoli. To'g'rimi? Bolalarimiz mehr oqibatli bo'lsin. Chunki umr o'tar ekan, inson ulg'ayar ekan, kuchingiz ketar ekan, ko'zingizning nuri ketar ekan. Eng oliy baxt mana shu yerda onalarimiz bordir, bolalarini baxtining kamolini ko'rib o'tirgan. Eng oliy baxt qariganda aziz bo'lishi Alloh hammamizga nasib qilsin.